Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Ixlos Med Center klinikasidagi shifokorlar bilan tanishamiz. Oliy toifali travmatolog ortoped Aslanbekov Salohiddin Mirzayevich, Ixlos Med Center klinikasi asoschisi, 36 yil tajribaga ega. Ish tartibi: seshanba, payshanba, shanba 8:00 dan 16:00 gacha. Mamatjanov Alixon, travmatolog, ortoped, artroskopist, ish tajribasi 10 yil. Qabul qilish kunlari: dushanba, chorshanba, juma. Ish tartibi soat 8 dan 16 gacha. Vrach nevropatolog Barkashev O'rtqal'a Rustamjon o'g'li 8 yil tajribaga ega. Ish tartibi har kuni soat 8:00 dan 16:00 gacha. Eshonqulov Sanjarbek Muxtorovich, terapevt va ultratovush tekshiruvi shifokori, 11 yil tajribaga ega. Ish tartibi har kuni soat 8:00 dan 16:00 gacha. Vrach travmatolog ortoped Hakimov Sardorbek, 5 yil tajribaga ega. Ish tartibi 8:00 dan 16:00 gacha. Oliy toifali anesteziolog, reanimatolog, pediatr Murodov Oktamjon Meliqo'ziyevich, 13 yil tajribaga ega. Ish tartibi har kuni 8:00 dan 14:00 gacha. Tibbiyot bo'yicha foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Ixlos Med Center sahifasini kuzatib boring.